Ancha vaqtdan beri foydalanib kelayotgan bank kartangiz yo'qolib qoldi, lekin uni qanday tiklashni bilmayapsiz. Boshqa bank kartasini olishga imkoniyatingiz bor, lekin yo'qolgan kartangizdagi pul aylanmasi yaxshi bo'lganligi uchun aynan o'sha istoriya bilan yana qayta tiklamoqchisiz. Videoni saqlab qo'ying, sizga bu haqida ma'lumot beraman. Birinchi navbatda, karta qaysi bankka tegishli bo'lsa, o'sha bank ilovasiga kirib, kartangizni birinchi navbatda bloklab qo'ying. Chunki kartangizni topib olgan inson u kartadan qanday maqsadda foydalanadi, buni bilib bo'lmaydi. Ikkinchi bo'lib esa, karta qaysi bankka tegishli bo'lsa, aynan kartani olgan bankingizni filialiga borib murojaat qiling. Ular sizni eski yo'qolgan kartangizni istoriyasi bilan yana yangi kartani ochib berishadi. Faqat sizdan jarima sifatida yo'qotib qo'ygan kartangizni qayta tiklash uchun bank turiga qarab turib 50 ming so'm, 30 ming so'm olishlari mumkin va yana yangi kartani chiqarib berish narxidan kelib chiqib, banklarning yana turiga qarab turib yana sizdan 50 ming so'm, 30 ming so'm olinadi. Bu unaqa ham qiyin emas. Videoni foydalilik darajasini oshirish maqsadida video ostida O'zbekistondagi barcha banklarning kol markazlarini, raqamlarini qoldirib ketaman. Videoni saqlab qo'ying hamda yaqinlaringizga yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Bank faoliyatlariga doir bundanda qiziq va foydali ma'lumotlarni bizning sahifamizga obuna bo'lib kuzatib boring.